Kariz qaynonam uydan ketib qoldilar. Ertalab turib qarasak, kariz qaynonamning K harfi ham ko'rinmadi. Garajga tez chiqib qarasam, mashinalari shunda o'tiribdi ekan. Menimcha kariz xolamnikiga chiqib ketganlar deb o'ylagandim, lekin telefon qilsam ham olmayaptilar. Menimcha mendan, sovuqdan va itvachchamizdan rosa charchagan bo'lsalar kerak. Shunga indamasdan uydan chiqib ketvordilar shekilli. Koreyada yashaydigan karizlarni yoshi o'tgan sari xotirasi zaiflashni boshlaydi. Shuning uchun yoshi o'tgan insonlar uyidan chiqib ketadi va qaytib uyiga yo'lini topolmaydi. Bu kasallikni karizchasiga yetishmaydi deydi. Hey Siri, what's the weather today? Looks like it will be partly cloudy today. Daytime temperatures will hover around 26 degrees with overnight lows around 14. 덥다. Shuning uchun Koreyada farzandlar o'zini yoshi o'tgan ota va onasini qo'liga o'zini ismi va telefon raqami yozilgan bilaguzuk taqib qo'yishadi. Meni qaynonam hali yoshlar, Allohga shukr, bu kasallikka hali uchramaganlar. Lekin men ham telefon raqamimni yozib, qo'llariga bilaguzuk sovg'a qilmoqchiman. Chunki 70% Koreyaning aholisi shu kasallikka uchraydi.